Assalomu alaykum. Hammalarga juma ayyom muborak bo'lsin. Biz bugun Shimjini Jet seriya nasoslari haqida gaplashamiz. Bu nasoslar vakuumli hisoblanadi. 9 metr, 10 metr chuqurlikdan suvni so'rib ola oladi. 550 watt, 750 watt, 1.1, 1.5, 1.8, 2 kilovatli xillari bor. Farqi rezbasida bo'ladi. 25 temirda, 40 temirda, 50 temirda bo'ladi. Plasmasda boshqa razmerlar bo'ladi bular. Eng kichkinasi 550 watt bu xilida bor. Nержавкali variantimiz bor. Jet J2 modelda 370 wattdan 1.1 kilovattgacha. Bularni sut mahsulotlariga ishlatsanglar bo'ladi. Toza suvga ishlatsanglar bo'ladi. Osmos sistemaga ishlatsanglar bo'ladi. Yana yaxshi variantimiz bor. Sub variantidan Shimjiga alternativ bo'lib chiqqan 1.1 kilovat atmotkalarimiz maksimal napor 48 metr. Soatiga 4,5 kuba suvni bera oladi. Mana bu Shimjining o'zini 1.1 kilovat nasosi bo'lsa, bu sapfiki bo'ladi. Kafolati bor. Ko'rinishi bir xil Shimji bilan. Yana bunaqa xil nasoslarni mana bunaqa stansiya qilib yig'ilgan variantlari ham bor Shimji brendida. 750 watt, 1100 wattga. Bu 24 litrli bakki afzallik tarafi bu hozir stansiya yig'ilyapti. Tepasida o'zini miya qilib yasalgani. Afzallik tarafi kranni ozginchaga qo'lingizni yuvsiz ham, yoqsiz ham nasos ishlab ketavermaydi. Mana buni ichidagi davleniylar bilan haydab beradi suvni. Buni ichidagi suv kamaygandan keyin yana nasos ishlab suvni to'ldirib oladi. Svet o'chib qolsa ham samoxod haydab bera oladi bemalol. Bizda nasoslarimiz ko'p xillari. Ko'ringlar, agar o'zingizlar ishlatmasanglar, tanishinglar ishlatadigan bo'lsa, bemalol ularga tashab qo'ysanglar shu videoni hammamizga manfaatli bo'lardi. Pastda nomer qoldiramiz, kommentariyaga nima yozib qoldirsanglar, narxlari bilan tashab qo'yamiz.